Yura-yuragizdan olgan kerak bo'luvchi ovqatni har kuni yeb berardim deydigan taomingiz bormi? Bugun sizlar bilan ustidagi sirlar cho'zilib chiqadigan yarim soatda tayyor bo'ladigan pasta tayyorlaymiz. Ishni ertalangan sariyada pyozlarimizdan tillarang bo'lgungacha qovurib olishdan boshlaymiz. Ketidan tovuq filelarimizni solib, yaxshilab qovurib, ustidan qalina blanka va tuz solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Uni ketidan pare shaklida to'g'ralgan shampinyonlarimizni ham solib, uni ham yaxshilab qovuramiz. Endi esa yoshlik ta'mini eslatuvchi pirmirka qaymoqlardan ko'pgina qilib solamiz. Alohida idishda fetuch makaronlarimizni chalxon pishirib olamiz. Va uni ham qozonimizga solib, yaxshilab aralashtirib, ustini yopib 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Keyin esa eng kulminatsion nuqtasi yaxshi eriydigan sirni cho'rkadan chiqazib olib, ustlariga solib chiqamiz va 1-2 daqiqaga dimlaymiz. Mana ovqatimiz tayyor. Bay-bay. Bu ovqatimizning ko'rinishini o'zi faqatgina meni yeb turishini qaranglar. Sariyog' qaymoq sirliga qilingan juda ham mazali taom deb. Bu videoni ko'rib ishtahangiz ochilib ketgan bo'lsa, like bosib qo'yib, pasta yaxshi ko'rgan dugonalaringizga yuborib qo'ying.